Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana navbatdagi obyektimiz Buxoro shahrida joylashgan Six Kabob restorani, ajoyib restoran. Ushbu restoranimiz Buxoro shahrining Kanichka chorrahasidan kelishda Umidjon osh markazi oldida joylashgan. Ushbu mijozimizga sovutish kamerasi -10 ishlaydigan sovutish kamerasi o'rnatib berganmiz. Keling, ichkaridan sovutish kameramizning ishlashini ko'rib chiqamiz. Mana ajoyib restoranimiz uchun ajoyib sovutish kameramiz. Hozir gradus olyapti. -16 ga chiqish kerak. Ichki ko'rinishi isparisiz ishlayapti. Sovutish kameramizning agregati yopiq agregat. Bu yangi kelgan agregatlardan. Bu ovozi pasaytirilgan holda ishlaydi. Yopiq agregatlarning eng plus tarafi va energiya samaradorligi jihatdan afzal hisoblanadi. Hozir bu agregatimiz 3 HP. Agar mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.